Assalomu alaykum hurmatli brifing kuzatuvchilari. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentyabrdagi P173-sonli farmoni bilan mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish tadbirlari tashkil etish va o'tkazish bo'yicha keng ko'lamli vazifalar belgilab berilgan. Ushbu farmon ro'yxatga olish jarayonini zamonaviy yondashuvlar asosida amalga oshirishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi. Farmonga ko'ra, ro'yxatga olish ishlari 2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraligacha ikki xil usulda amalga oshiriladi. Birinchi usul 15-yanvardan 28-fevralgacha census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ikkinchi usulda mahalliy yettilik va boshqa faollar uyma-uy yurib so'rovnomalar orqali ro'yxatga olish ishlarini amalga oshirishadi. Mazkur tadbir 2025-2026 yillar davomida tayyorgarlik amalga oshirish va yakuniy qayta ishlash bosqichlarida olib boriladi. Tayyorlov bosqichlari hududlar kesimida ishchi guruhlar va shtablar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Asosiy ro'yxatga olish ishlari belgilangan muddatlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Yakuniy bosqich ma'lumotlar elektron tizimga kiritish, tekshirish, umumlashtirishdan iborat bo'ladi. Ro'yxatga olish tadbirlari orqali aholining aniq soni, tarkibi, bandligi va ijtimoiy holati belgilanadi. Qishloq xo'jaligi korxonalari, dehqon xo'jaliklari, yer maydonlari va chorvachilik resurslari bo'yicha ishonchli ma'lumotlar shakllantiriladi. Kelgusi rivojlanish strategiyasini ilmiy asoslash, hududlar bo'yicha xolis va aniq tahliliy statistika yaratish imkoniyatlarini beradi. Natijada davlat boshqaruvi, iqtisodiy rejalashtirish, ijtimoiy siyosat va infratuzilma loyihalarini samarali yo'naltirish imkoniyatlarini yaratadi. Hozirda viloyat, shahar va tumanlarda ro'yxatga olish shtablari ish boshlagan bo'lib, ular ro'yxatga olish jarayonini markazlashtirib boshqarish, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va nazorat qilish, xodimlarning faoliyatini muvofiqlashtirish kabi vazifalarni bajarib kelmoqda. Mahalliy yettiligi tarkibi xodimlar, ro'yxatga oluvchilar va instruktor rahbarlar va amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bu orqali so'rovnomalarni to'ldirish tartibi, elektron planshetlar bilan ishlash, hududlarda xolis va sifatli ma'lumot yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Mahalliy aholi bilan tushuntirish ishlari o'tkazilib, har bir uy xo'jaligi bo'yicha manzilli ro'yxatlar shakllantiriladi. Ro'yxatga olishning mazmuni va ahamiyatini teng targ'ibot qilish maqsadida gazeta va telekanallarda maxsus chiqishlar, ijtimoiy tarmoqlarda videoroliklar, bannerlar va infogrammalar, Telegram orqali savol-javob botlari ishga tushirildi. Shuningdek, taniqli shaxslar ishtirokida intervyular o'tkazilib, aholini faol qatnashishga chaqiruv targ'ibot materiallari tayyorlanmoqda. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu nafaqat statistik tizimning vazifasi, balki har bir fuqaroning kelajak taraqqiyotiga qo'shilayotgan hissasi hisoblanadi. Ushbu jarayonda barchaning faolligi, xolisligi va mas'uliyati mamlakatimizning rivojiga xizmat qiladi.